Bu qasr uyimizni kelganlari kim bo'lsa ham havas qildim. Hammaga assalomu alaykum. Mirzo Ulug'bekda 7 so'tli shunaqa qasr uyimiz sotuvga chiqqan. Inshaalloh har bitta havas qilib niyat qilgan insonga kamida shunaqa fayzli xonadonlar nasib qilsin. Uyimizni kiraverishdagi yashil zonalar, ikkita mashinaga yetarli parkovka, elektromobil mashinalar uchun joylarni qilib qo'yishgan. Chap qo'limizda barbekyu zona, o'zini vodopadi ham mavjud. Endi uyimizni inshaalloh ichkarisi bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Fasadiga o'zingizlar bitta ahamiyat berib, обязательно kommentariyada izoh qoldirib o'tasizlar. Bu uyimizni menga yoqqan narsasi, shunday terrasani ham ko'rsatib o'tayim. Ikkita terrasasi mavjud. Bu bo'lsa kuxnyadan chiqadigan terrasa. Yozda tapchanlarni qo'yib, oila davrasida mazza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Endi bo'lsa uyga marhamat. Bismillah. Xush omaded. Uyimizga kiraverishdagi hol oilalar orasida yaxki zonalarni qilib o'tirib, bemalol mazza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Bu bo'lsa ayollarimizning xonasi. Ayollarimiz o'zingizlar bitta baho berib o'tasizlar. Kuxnya полностью mebel texnika bilan jihozlangan, panoramli oynalar bilan. Bu uyimizda yana bitta zo'r joyni hozirlarga ko'rsatib o'taman. Videoni o'tkazib olmaysizlar inshaalloh. Relaks zonasi sizlarga yoqadi. Bu bo'lsa gostivoy zal, krugovой panoramli oynalar bilan. Xonalar soni общий 7 ta xonadan iborat, etajni 3 etaj. Orientir center Lunacharskoy. Bu esa master spalnya. O'zini garderob sanuzali bilan. Ko'p kuttirmasdan sizlarni relaks zonaga taklif qilaman. Xudo xolasa, обязательно sizlarga bu joy yoqadi degan umiddaman. Videoni обязательно saqlanib qilishni esingizdan chiqarmanglar. Uydan siz relaks zonaga o'tasiz. Mashallah, juda ham go'zal, chiroyli. O'zini finskiy, turistskiy hammami bilan sanuzel и dushovoy. Ikkinchi etajiga chiqib endi ikkinchi etajda spalnyani ko'rsatib o'taman. Podval, полноценный podval. Bilasizmi, lestnitsalarni mana sizni kutib olishini kasalaman-da. Har doim birinchi kirganda mana shu narsaga ko'proq ahamiyat beraman. Interior dizayniga просто +10 baho. Mana desa egalaridan Alloh rozi bo'lsin. Olgan odam mazza qilib yashaydi inshaalloh. Havas qildim bu uyga. Lyustralarni qarang. Juda ham chiroyli. Tepada общий 4 ta spalni